Zahhok ibn Abbos raziyallohu anhudan shunday rivoyat qiladi. Mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni kambag'allik bilan ayblab, manavi payg'ambar taom yesa, bozorlarda tirikchilik qilib yursa, bu qanaqasiga payg'ambar bo'larkan deyishganida, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xafa bo'ldilar. Shunda Jabroil alayhissalom Parvardigorlari huzuridan u kishiga tasalli berish uchun tushdilar va assalomu alayka ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Izzat Robbi sizga salom aytdi va sizga shunday dedi: sizdan ilgari qancha payg'ambarlar yuborgan bo'lsak, ular ham taom yeyishgan va bozorlarda yurishgan, ya'ni dunyoda tirikchilik yo'lini qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalom bilan gaplashib turishganlarida birdan Jabroil alayhissalom erib hadraga, ya'ni shishaga aylanib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroilga: sizga nima bo'ldi? Erib hadraga aylanib qoldingiz, dedilar. Jabroil alayhissalom: ey Muhammad, osmon eshiklaridan biri ochildi. Shu kungacha sira ochilmagan edi. Qavmingiz sizni kambag'allikda ayblaganliklari sababli azoblanadilar deb qo'rqdim, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va Jabroil alayhissalom bir-birlariga yuzlangan hollarida yig'ladilar. Shunda birdan Jabroil alayhissalom avvalgi hollariga qaytib: ey Muhammad, xursand bo'ling. Bu jannat xazinachisi Rizvondir. U sizga Parvardigoringizdan rozilik keltiribdi, dedi. Rizvon kelib salom berdi-da: ey Muhammad, Izzat Robbi sizga salom aytdi, dedi. Unda yaltiroq nurdan bo'lgan savat quti bor edi. U shunday dedi: Parvardigoringiz sizga aytdiki, bu dunyo xazinalarining kalitidir. Oxiratda Allohning huzuridagi siz uchun atalgan narsalar pashshaning qanotichalik ham kamaytirilmagan holda shu kalitlar sizga bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi maslahat so'ragandek Jabroil alayhissalomga qaradilar. Shunda Jabroil alayhissalom qo'llari bilan yerga urib, Allohga tavozili bo'l, dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: ey Rizvon, mening bunga ehtiyojim yo'q. Kambag'allik men uchun yaxshiroqdir. Sabr qiluvchi va shukr qiluvchi banda bo'lishim ma'qulroqdir, dedilar. Shunda Rizvon alayhissalom: to'g'ri yo'lni tanladingiz. Alloh sizni to'g'rilikka boshlasin, dedi. Shunda osmondan bir nido keldi. Jabroil alayhissalom boshini ko'tarib qarasa, osmonlarning to arshgacha bo'lgan eshik darvozalari ochilibdi va Alloh taolo Adn jannatidagi shoxlardan birini egiltirishga vahiy qildi. U shoxda bir bosh uzum bor edi. Jannatda yashil bir zabarjatdan bir xona ko'shk bor edi. Uning qizil yoqutdan 70 ming eshigi bor edi. Shunda Jabroil alayhissalom: ey Muhammad, tepaga qarang, dedi. U zot qarab, payg'ambarlarning manzillarini va xona ko'shklarini ko'rdilar. Qarasalar, o'zlarining manzillari ularnikidan yuqoriroqda ekan. Bu u kishiga xossadan fazl edi. Va nido qiluvchi: ey Muhammad, rozimisiz, deb nido qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: roziman. Dunyoda menga berishni istagan narsangni huzuringda qiyomat kuni shafoat uchun zaxira qilgin, dedilar.
Mufassirlar ushbu agar xohlasa sizga bundan ham yaxshirog'ini, ostlaridan anhorlar oqib turadigan jannatlarni beradigan va sizga qasrlarni qilib beradigan zot barokatlidir oyatini Rizvon olib tushgan deyishadi.